그 침 맞고 좀 어땠는지 물어봐요. ignadan keyin qanaqa taassurotlar bo'ldi? İğneden keyin oyoqlarim og'rib qoldi. Tikka turib o'tira olmasdim. Hozir tikka turib o'tiraman. 8 kiloga ariqladim. Mana mochovoy puzurimda ham tez ketish bor edi. Hozir ular ham yaxshi bo'ldi. Xudoga shukr. Sizlarga katta rahmat. Necha foizga o'zgarish bo'ldi? Masalan 100% ga bo'lsa agar 80% ga o'zgarish ketdi, yaxshi hozir xudoga shukr. Mana hozir yana o'zimni opamni ham olib keldim, oyoqlari og'riydi. U kishilar ham mana 2-kun davolanyaptilar. O'shada ham salgina bo'lsa ham o'zgarish bor. 앞으로 한 10번 침 더 맞으면 한 10kg 더 빠질 거라고. Yana oldinda bir 10 marta olsangiz agar 10 marta 9-kun olyapman, yana bir kun. yo'q. Keyin yana 10 marta olsangiz agar yana 10 kilogacha vес tashlashingiz mumkin. 이제 무릎도 안 아프고 드세요, 허리도 이제. 안 아프고 몸이 가볍고. Oyoqlarimda ishq bor edi, ishqlar qaytdi. Qo'llarimda, bo'g'imlarimda og'riq bor edi, qaytdi. Hozir salgina og'riq bor, unchalik darajada emas. Ash og'riqda yotolmasinda. Hozir yaxshi, xudoga shukr. Sizlarga katta rahmat. Yana bitta u kishi bor edi, u kishiga ham katta rahmat otlandi. rahmat.